Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizga absolutni yangi Cobalt avtomobil kelishgan Midline yangi chiqqandan. Bunga eng kerakli ishlardan biri uzun shtatli pult avtozapusini qilib berganmiz. Qulflashi bo'lsa, bagaj knopkani ushlab turamiz. Avtomobilning zaveti bo'ldi. Zaveti bo'lganini bilintirib turgan gabarit chiroqlar yonadi. Agar ettiro chiqib qolsa, zamon o'chib, shu kaltga zamon tiqib haydab ketsa ham bo'ladi. Avtomobilimiz ham 86 km yurgan. Absolutni yangi. Qish kunlarida pechkani yo'q bo'lsa, pechkalar ishlab turadi. Yoz kunlarida konditsioner yo'q bo'lsa, konditsionerlar ham mommo to'ldirmasdan ishlaydi. Imенно o'zini programmasini o'qib, programmaning ichiga chiptun orqali yasab beramiz. Hech qanaqa simpim pirdelka bo'lmaydi, hammasi programma orqali bo'ladi. Va bularga qo'shimcha video registrator, antiradarlarni ham ustuna qo'yib berganmiz. Kimda kim avtomobilda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolisa ishinglarni sifatli va garantiyali qilib bitkazib beramiz.